Qahramonlarimiz Hasanboy va Husanboy bilan tanishing. Bu aka-ukaning bobosi har biriga 100 million so'mdan meros qoldirib, "Bu pulni bekorga sarflamang, uylaning, ruhim tinchsin" degan edi. Shuning uchun ular Fatima va Zuhra bilan turmush qurishga qaror qildilar. Hasanboy juda ishqiboz yigitda, to'y tang'illama bo'lish shart. Ko'r-ko'rni qorong'ida topadi deganday, Fatimaxon ham juda orzu-havasli chiqdi. Xullas, Hasanboy bilan Fatimaxonning to'yi 7 mahallaga doston bo'ldi. Bobo meros 100 million so'm yetmay, onlayn kredit qilib olingan 30 million qarz ham ola xurjunga tushdi. Husanboydan so'rasangiz, u dim mahkam chiqdi. Kelin bo'lmish Zuhraxonga men tarafdan 50 ta, sen tarafdan 50 ta odamdan oshmasin dedi-yu, 3 so'm pul, bir kalla qand, bir mulla bilan to'yni o'tkazdi qo'ydi. Naq 75 millionga qoldi. To'ydan 2 oy o'tmay Hasanboyning telefoni ham, eshigi ham tinmay goh bankdan, goh MIBdan mehmonlar serqatnov bo'lib qoldi. Nima ham qilsin? Qarz to'lanar, xotin yonga qolar, deb Hasanboy Sankt-Peterburgga qarab ketdi. Hasanboy tarak turib poyezdda ketayotgan bir paytda Husanboy 15 millionga yangi kelinchagi bilan Antaliyaga sayohatga otlandi. Husanboy to'yga degan merosdan qolgan 60 millionga o'ziga nonvoyxona, xotiniga go'zallik saloni ochib berdi. Vaqt poyezddan ham, samolyotdan ham uchqur emasmi? Hasanboy bir yilda Rossiyadan qaytdi-yu qarzini uzdi. Endi uy olish kerak, mashina olish kerak. Qaylardasan? Peterburg. Husanboy esa xotin qo'sh ho'kiz deganlaridek ayoli bilan mashina olishga ham, uy solishga ham, biroz jamg'arib qo'yishga ham ulgurdi. Xullas, biz Turkistoniylarni shahri va qishloqi yoyinki yarim madaniy, yarim vahshiy sinflarimizgacha istilo etib, butun tirikligimizga, sorlig'on va bizning inqirozga va tahlikaga va jahannamga yumalata turgan to'y a'zo ismindagi 2 qattol dushmanni derman degan edi 100 yil oldin Mahmud Xo'ja Behbudiy hazratlari. Xo'sh, o'zingiz qaysi yo'lni tanlamoqchisiz?